Surxondaryo viloyati xorijiy va mahalliy turizmni keng yo'lga qo'yish uchun yirik salohiyatga ega hudud sanaladi. Keyingi yillarda vohaning madaniy, ma'rifiy va ko'ngilochar gastronomik turizmi marshurutlariga ham dunyo ahlining qiziqishi ortib bormoqda. Shunga mos ravishda sayyohlarga rang-barang turizm xizmatlari taklif etilyapti. Mavzuni muxbirimiz ayni yo'nalishda olib borilayotgan ishlar misolida davom ettiradi. Sayyohlik, ya'ni turizm sohasi dunyo iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan. Uning keng qamrovli taraqqiyoti mamlakatlar uchun katta daromad manbaiga aylanib bormoqda. Jumladan keyingi yillarda jadal rivojlanib borayotgan O'zbekiston uchun ham. Yurtimiz o'zining ko'plab tarixiy me'moriy yodgorliklari, turfa xil iqlimi va tez sur'atlarda rivojlanayotganligi bilan ham butun dunyo diqqatini o'ziga tortmoqda. Yil davomida Surxon vohasi bo'ylab sayohat mobaynida sayyohlar nafaqat me'moriy yodgorliklarni ko'rishi va shuningdek xalq bayramlarini, festivallarni nishonlashda ham ishtirok etishdi. Boysun bahori singari yirik festivallarda ham sayyohlar mahalliy xalq an'analari bilan tanishish, milliy taomlarni tatib ko'rish va folklor shou dasturlarini tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. 2022-yilning aprel oyida Boysunda festival yuqori saviyada tashkil etildi. Festivalda dunyoning 30 dan ortiq davlatidan sayyohlar, martabali mehmonlar, soha mutaxassislari, san'atkorlar ishtirok etishdi. Sherobod tumanida Respublika anor festivali bo'lib o'tdi. Unda ham ko'plab mahalliy va xorijiy sayyohlar ishtirok etishdi. Xorijiy va mahalliy sayyohlar tomonidan yirik bozorlar ko'zdan kechirildi. O'zining obunavot uzumlari bilan tanilgan Oltinsoy tumanida uzum sayli, shirintam olmalari bilan donig'i ketgan Boysunda esa olma sayli. Ularning barchasi vohaga sayyohlarni yanada keng jalb qilishga xizmat qildi. Endilikda qadimiy Surxon vohasi go'zal tabiat manzaralari, shifobaxsh buloq suvlari, siri sinoatli g'orlari bilan ham dunyoga tanilmoqda. Boysun tumanidagi Boybuloq g'ori fikrimiz isboti sanaladi. Bu Markaziy Osiyodagi eng chuqur g'or hisoblanadi va dunyo speleologlari qiziqib, bu yerda har yili qo'r tashlayaptilarki, ularning maqsadi jahonda eng chuqur g'orlar tizimini mana shu yerdan topish. Surxondaryodagi mana shu g'orlar yaqin kelajakda dunyoda eng chuqur g'or maqomini olish imkoniyatiga egadir. Boybuloq kelgusida turizm uchun dunyo turistlarini jalb etadigan katta bir shu maskanga aylanishi shubhasiz. Yana bir quvonarli voqelik, vohada yana ikkita muzey, Yunon-Baktriya tarixi va Chag'onyon tarixi muzeylari tashkil etilishi ishlari allaqachon boshlangan. Sohaga davlatimiz tomonidan har tomonlama katta e'tibor qaratilishi bu yo'nalishlarda ham vohaga tashrif buyuruvchi sayyohlar sonini sezilarli oshishiga xizmat qiladi. Surxon vohasiga sayyohlar oqimini kengaytirish maqsadida nafaqat yurtimizda, balki butun dunyo miqyosidagi tadbirlarda ham loyiha va tashabbuslar yo'lga qo'yilayotir. Fransiyaning mashhur Luvr muzeyi dunyoning eng yirik hamda boy tarixga ega muzeylardan biridir. Luvrda 2022-yilning 23-noyabr kuni O'zbekistonning janubiy hududlaridan topilgan 5000 yillik vaqt davomidagi davrlarni o'zida ifoda etuvchi noyob eksponatlar namoyishga qo'yildi. Bu eksponatlar orqali ham O'zbekistonning shonli buyuk tarixi dunyoga qayta yuz ochib, sayyohlar oqimi ortishida davom etaveradi. Tomoshabinlar tashrifi bo'yicha ham, eksponatlar soni bo'yicha ham dunyoning eng o'sha birinchi raqamli muzeyida Termiz arxeologiya muzeyining ekspozitsiyasi tashkil qilinishi bu nafaqat Surxondaryo, balki umuman O'zbekistonga bo'lgan qiziqishni ham yanada orttiradi. Prezidentimizning 2022-yil 20-dekabrdagi Oliy Majlisga va xalqimizga murojaatnomasida mamlakatimizda erishilgan natijalar sarhisob qilinib, yangi yil vazifalarini belgilab berilgani va unda barcha tarmoqlar qatori turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan keng qamrovli islohotlar o'z ifodasini topgani bilan ahamiyatlidir. Shu jihatdan vohada sayyohlik obyektlari sonini oshirish, mehmonlarga qulay sharoitlar yaratish, xizmatlar ko'rsatish samaradorligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi. Yangi yilda ham Surxondaryo sayyohlarni o'ziga maftun etishda davom etaveradi.